Geometriyaga yuqoridagi savol yechimini ko'rib chiqamiz. ABCD to'g'ridan YCD uchburchak qirqib olindi. AB 6 ga teng, AD va YD ga teng. ABYD to'rtburchak yuzi eng katta bo'lsa, shu yuzani topishimiz kerak. Demak, AB tomon 6 ga teng, AD tomon bilan YD tomon teng ekan. Bu tomonni A desak, bu ham A ga teng bo'ladi. BY kesmani X deb olsak, qolgan qismi A minus X bo'ladi. Endi S ABYD trapetsiyaga qarasak, uni yuzasi A plus X taqsim 2 ko'paytirilgan 6 qisqarib ketadi, 3 bo'ladi. Bu A plus X ko'paytirilgan 3 ga teng. Endi S YCD uchburchak yuzini qarasak, bu 6 bo'lsa, YCD uchburchak uchun, uchburchak YCD uchun Pifagor teoremasini yozamiz. A kvadrat teng 6 ning kvadrati plus A minus X ning kvadratiga. A kvadrat teng 36 plus A kvadrat minus 2AX plus X kvadrat. Bundan A kvadratlar qisqarib ketadi. 2AX teng bo'ladi 36 plus X kvadratga. Bundan A ni topsak, 36 plus X kvadrat taqsim 2X. S yuzaga keltirib qo'yamiz. S barobar A ni o'rniga 36 plus X kvadrat taqsim 2X plus X ko'paytirilgan 3 teng. Xo'p, maxraj berib yuborsak, 36 plus 3x kvadrat taqsim 2x ko'paytirilgan 3. Bu ham 108 plus 9x kvadrat taqsim 2x. 2x ga bo'lib yuborsak, S yuza teng 54 taqsim x plus 9x taqsim 2 ga. Endi shu ifodaning eng katta qiymatini topishimiz kerak. Bu uchun ikkala tomondan hosil olamiz va 0 ga tenglashtiramiz. Minus 54 taqsim x kvadrat plus 9 taqsim 2 teng 0. Hosil olib yuborsak, bundan minus 54 taqsim x kvadrat teng minus 9 taqsim 2 ga. Xo'p, 9lar qisqaradi, 6 bo'ladi. X kvadrat teng 12. X ni topadigan bo'lsak, 2 ildiz 3. Endi A ni topib olamiz. A teng 36 plus x kvadrat o'rniga 12 taqsim 2 ko'paygan 2 ildiz 3. Bu ham 48 taqsim 4 ildiz 3. Qisqartirib yuborsak, 4 ildiz 3 bo'ladi. A teng 4 ildiz 3. Endi yuzani formulasiga keltirib qo'yamiz. A ni qiymati 4 ildiz 3 plus X ni qiymati 2 ildiz 3 ko'paytirilgan 3. 6 ildiz 3 ko'paytirib olsak, 18 ildiz 3. Demak, ABYD trapetsiyaning yuzasi 18 ildiz 3 ga teng ekan. To'g'ri javob A varianti.